wisdom to share. Every Lord, young and just, knows that to win they must work together with goodwill and trust. Oh, for a meeting, walking together, true seed of friendship forever. Strong, mighty laws of nature, preparing a new future. For a meeting, always together, becoming heroes forever. For warriors so courageous, for meeting laws of nature. For meeting, for meeting, for meeting, for meeting. Ahvol chataq, u normal cho'nliqqa qaytanmasmi? Man qarshi chiqishlar o'lidi. Makr olilari. Sarang bo'ldingmi? Hammasi Makrning xatoligi. Sanmo ko'p tirishding. Geor motishin sinab baqsaq balkim bir ish bo'lib qolar. Makr olilari. Makr olilari. Ben hammaga xo'ja. Men burun Germonning oqili edim. Hozir emas. Hozir emas. Mana asqotqidek bir narsa deb baqsang-chu ongo. Bir xabarga erishdim olilari. Ne bir xabar? Ular nurg'u vaqt sarf qilib maxfiy rayonda og'tirish qilib etibdi. Sizdan xabarchingiz tekis oxirisi kerakli narsani bayqabdi. 6-Geor motishi. Qanchalik saqlab ondin demakdim bu xabarni. Ondan qipi. Xo'jayini meni bo'g'ib o'ldirish bilan halakda. Shunday ish fursat bo'lmadi shu. Xabarchi Zodi, Germonning nerede bu taşni bayqabdi ongo. Aniq o'rinni jazmlashtirmaydi ekan, chunki u yerda emas xo'jayi. Mening ochiqimni kaltama. O sirliq rayonda bo'lmish Zodi qayerda ekan? Ongo. O bir aylanning tinida. Siz alayda tuniydigan bir aylanning tinida xo'jayi. Albatta, albatta. Ona qo'taydigan yosh hukmronlar bu ishdan bexabar. Barliq qo'shini yig'ongo. Donishmandni topaylik. Kun chiqishdan burun o toshchasman menga mansub bo'lish kerak. Germonmi menga mansub bo'ladi? Menga. Kim meni ham chiqilsa o'tirib qo'ydi. Bu yana shu biliqning yumrug'i munosabatlikmi? Kucha Ferno, ular arqandilar. Sen ularning seni tutilishini xohlamaysan shundaqdi. Bana bu iş kerak. Bu fomikalar meni yavatmoqchi. Sen buni to'g'ri pishirishga jazm qila olamsan. Shundaq. Nima degan bilan bu fikrni men chiqarganda. Men o'zgarsam bo'ladimi? Yana bir sekund g'ayrat qil. Meni juvozirni bir taraf qiladi. Biroq xush xabar bormi Rokas? Tayyorlanib bo'ldingmi? Tayyorlandingmi demsan? Men tug'ilishimdan tayyorlanib bo'lgan. Amsi boshla. Ya. Amda qo'l sol. Eng yaxshisi narrator, bo'lmasa loyadamga aylanib qolasan. Das ist Touchdo. Dengiz kuchini ko'rsat. Hoy! Bu yarınış bana belki eğri geldi. Nimancha oldiraysilar Bilijalla.
Oy! Ah illa, ular meni yavatmadi. Xomikalarning suv ichida men bilan qari bo'lmadi. Eng qiziq yeri, mening dengizim qaytib keldi. Dengiz podshohligi yana mukammallashdi. Sizlarga rahmat, og'illar. Hey birodarlar. Ay, Biz e'tirof qilishimiz kerak, Akram. Sening planing menimi qoyil qildi. mana bu mening eng asosiy nishonim ahmoqosh. Seni qoyil qilish bilan birga butkul dengiz podshohligini qutqizib qoldim. Biz Makrni yangdik. Qirasxonishga qaytadan geormukcha ata qildik. Mana endi geormuk quruqmi qaytadan tinishlandi. Bu nimalarni hajabmi to'la ko'rdim. Xuddi bir naqshidek. Biz mangdoq, biz keldoq, lavani yangdoq degandak. Razillar hamon mag'lub bo'ladi. Biz Grasxonish uchun nurg'un ish qilib berdik. Bundan keyin u hamda o'ziga tayanmasa bo'lmaydi. Sen zodi nima demoqchi Tasira? Biz o'zimizning nishonni o'zgartirishimiz kerak. Men demoqchi, donishmandni yurtimga akitaylik. Nima deb donishmandni shuncha vaqtda seni o'rmon podshohligiga olib ketaymiz Tasira. Buning nima ahmiyati bo'lsa, uning jamiyatga hech qanday foydasi yo'q. O tosh xo'zakning ichida qimirqmay yotadigan tursa. Yarishda hayot bo'lgan bo'lsa-mu, ammo o'likdan hech farqi yo'q. Biz uni cho'qim uyg'otishimiz kerak. U bo'lmagan bo'lsa, geormo tugashgan bo'ladi. Garchi u o'lmasmi, lekin ahvol ancha yaxshi emas. Amsa buningga javob ber Tasran. Nimishqa o'rmon podshohligi bo'g'idak. Mening arish podshohligimning mo eng qaltis doktori bor. O'rmon uni saqaytalaydi, biroq biz jazman uni olib qo'yishimiz kerak. Garchi biz odam bo'lsak-mu, men demoqchi, kechiringlar. To'xtab tur. Biz donishmandni so'rab quruqlikni ishga oyinib bo'ldik Tasira. Nurg'un narsalarni ko'rdik. Sen gapingga mas'ul bo'lmayapsan. Biz boshqa garmitlarning yordamga muhtoj bo'lishiga qarab tursak bo'lmaydi. Dam olayli degan gapimni qilma. Bo'lmasa, keyingi qitimliq changda mayli qanchalik qaltis bo'laylik, butunlay tugishimiz. O'rmonga berib damasak ham bo'ladi. Agar sizlar yordamlasanglar, biz tezli u yerga yetib boramiz. Yana kim bu ishda g'alatlik his qildi? Nima? Tasraning mijozi o'salmi? Yo'q, men hayron qolmadim. Yo'q, Akram, buni so'ramadim. Biz Germoni ishga aylanibmi? Makr va uning odamlarining hujumlariga uchirmadik. Oh, yo'q. Ular terapiyadan bo'lib ketdi. Makrning bu quruqlik bilan endi ish qilmadi. U qaytadan yarısini tegib yotgandi. Kelinglar, biz bir yayrib olaylik. Dushmanlar qaytarma hujum qilib qo'yishi mumkin. Ba'zida ularning chekinishi faqat bir xil shakl xolos. U qachonlarda jang mutaxassis bo'lib qoldi. Uning jamiyati azaldan shahiltizlar ko'ngil bilib kelgan tursa. Shunda Tasraning yelkisida qachonlarda bunday mas'uliyat paydo bo'lib qolgandi. Ya'ni bir qayta bizda xato yo'lga boshlab qo'yganmi? Mayli, nima bo'lsin, ma'qul. Biz uningga yordamlashaylik. Tasran, bizni kechir. Bizni saqlab tur. Ancha kechirib so'rab ketmaymiz. Biroq sen yordam qila olamiz. Chinroq gap qilsak sening nariligingni bilib olaylik. Bo'ldi Tasira, sen futto. Biz bu yerda seni chuqur ma'noli samimiy so'zlaring bizni ta'sirlantirdi. Men bu kristal g'o'zakni tilg'anmagan. Qachonlardan boshlab bunday keskin bo'lib ketding. Men yana seni urushga qaltig'ini yoqtirman. Ma'qul. Sen tezlik yuralaysan. Ha? Birodarlar, ovozliq yo'liqdan bo'ldik. Tut, lava talbis kaptigo, ha? Bu ajab g'alatilik o. Men sizlarga nimani qalb ishlatganini bildirib qo'yman. Bizni endi uchratmayman deb qolganmiding, shundaqmi? Chipranda Germo yog'och qurti. Mening sen buni vaziyatnomaga yezib qo'ygan. Xalqanch tilak tilava, lekin amalga oshmaydi. Voy jon. Sur'atni tezgan fuma, lekin men yaqin sudaylar. Ha?
To'g'ri, dal iqin suvdek iqib ketsan. Bu texi boshimni ish qalva. Mayli qandaqli boshlanglar, biz hammani oxirlashtiramiz. Sizlar toshning orsiga mo'kin o'ylab shuncha muhim xabarni anglamaysizlar-da. Sizlarning xo'janglar yengildi. Va ablaqlar. Qilibsan. Atrofingga qarab baqa, butun dunyo jazmlashtirdi. Mana shunday qo'shimdak. Agar shunaqa bo'lsa, men dunyo taginini qo'shilmas. Ha, rahmat. Ha. Zimmet, kuchingni ko'rsat. U sana esqatmaydi. Unda tutishamsan. Nima ishqa budaq qilmoqchisan? Makr mag'lub bo'ldi. Sen sadoqat bilan qilaman desang, bir yarmas ablah bo'lib qolasan shu. Buyuk makrni sal chaqlab qapsan shumtak. Bu sening qismating. Sen erishning kuchini salchaqlab qapsan. Sizlar batli o'zbishim chiqansizlar. Biz faqat kurashda yandoq, jangda emas. Men sizlar bilan o'ynab zerikdim. Kichik bola bo'g'inim bilan men bu bir gevrma hukmroni. O'rmon, kuchingni ko'rsat. Bunda qilganning ning foydasi bo'lsin. Ha? Foydasi jang. Men bekla oshko'z. Men foydaga olmaram. Ha? Sapro ko'ngillik bo'lg'ay. Dengiz kuchingni ko'rsat. Hey, to'xta. Nim qilyapsan, to'xtab tur. Sen nim qilmoqchi meni qo'yib. Tosh bozg'or. Jang qilg'imni kelib qolgan. Bak, buni asqatmaydi. Topini bilan taqobil turma. Qo'rqib yuraklaring sep ketmagandi, ha? Birasini yo'g'onchikansan deb baqammi? Men cho'ng so'zlashni bilmayman, qalva shumtak. Mushundaq yaqin munosabatimizni saqlab qolaylik. Havo bombasi. Murtla ko'zaynigi. Tangdashsiz to'qmoq. Hey. Ha. Hey. Ha. Hey. Ha. Orman 1 numar, lava 0 numar. Qanda. To'rt lava askari necha minutdan ichida terpira bo'lib ketdi. Buyuk makrning buniga qanday qaraydiganligini beklab bilgim bor. Undaq bo'lsa, nimishga uni so'rab baxmaysan? O hozirlik keladi. Va makr U kasimo nemishqa biz bilan ilishatdi. Ba'zida dushman qaytirib hujum qo'zg'aydi.
Yana ba'zida ularning qilmishi bir xil yolg'on tasavvur. Faqat bir xil yolg'on tasavvur. O dal makir. O danışmaylı mayli emili qilsin. Jazman yaxshi ish emas. Buncha oldirib ketma Toshimtak. Biz deqa bo'ldi qilmaymiz. Sen qandaqsiga? Biz bo'ldik qilgan chaqda sen o'zingni kechki tomoq aylanganligini his qilasan. Bundaq keskin gap qilma. Biz kesib yelaymiz. Kechki tomoq tayyor bo'ldi. Ay. Kishini bezak qilgan bu gaplarga to'limi o'sh bo'ldi. Ay. Bir do'stim burun ko'ran askar degan gapni qilgan. Ay. Bu magma bakla qiziqgan. Ko'pchilik yordam qilinglar. Chaysiz to'lqinni ish qilsalar. Rokes, birga hujum qilaylik. Qarmoq ular bakla jushqunka. Bu quruq gapdan deyishmaydi. Tikanli kushqu. Hey! Rokes, ancha-muncha shovqin-da. Oqibatini o'ylab baq. Olqan gupsi. Mortlar ko'zayniki. Mortlar ko'zayniki. O'ynaylik. Dengiz. O'rmon. Hava. Puchqir shamshir. To'la talashdan chiqmanglar. Sizlar yengildinglar. Tosh bozg'or. Yengilmas pilaklar. Bekli qaltis, beyni bir qo'rayliqda. Nima desang da chirg'an qiri daraxt. Makirsin tutqanda kulanmaysan. Nemishqa tog'zimini silkib boqmaysan, Agram? Taqsimini zilzila keltirish. Ma'qul, ozroq silkiganga ishni bo'lmasligi mumkin. Biz pul solaylik. Senlar kuchinglarni qo'shsanglarmi, yuz berayotgan bo'shlar to'sib qololmaysizlar. Yuz berdig'ini sening o'liming Ango. Tikanli qopcha. Hey! Hey! Ay, bekle oddiy joqlab qoldim. Qaytirma so'rni so'ramsan. Qasdan sizlardan ayrilib, sizlarni ayirib etmoqchi. Shundalar maqirg'italik vaqt chiqdi. O danishmanni nima qildikina? O yarlangan tursa. Bunun sen bilen münasebeti yok ki yorma hükümranı. Bunu mu soraş gitemdi? Makir ojizlab ketdi. Bu sizlarning fursatinglar. Nima fursat? Jamiyatlar va o'zinglarning go'zal dunyo yaratish uchun dastur uning qarshi chiqib, uni taxtdan tushirib bitib, uning bosh qurishlaridan Nima? Sen Yormaning bir a'zosi bo'lib, bizga qo'shilsang bo'ladi. Boshqalar bilan inoq ittifoq o'tadigan kunlarga oz qoldik. Men nim deb Garmet qabilasiga qo'shilg'idakman. Ularni bo'ysundirg'idak turistimiz bor. Ay. Qiyni sen tantan, uyg'on. Tez chiqar. Tantan. Kiraz xonish bizga Yormaning haqiqiy sirni dapadi. Biz bir butun gavdaga aylanamiz. Texmi kuchli nima? Hey! Biz qo'llaymiz. Bir butun gavda. Odyal punosida biz bir butun gavda sizlar tezli bizdan qolishimizni bilib qolsizlar. Lekin dal biz sizlar bilan jang qilamizki, o'rmon hukmronlari. Biz bu to'g'riligiga ishonamiz. Xuddi sizlardek. Biz bu insaflik. Makir qalaymiqal dunyoni tartibga soldi. O izchil bizdan talpinishimiz edi. Dunyo lavaning hukmronligida bir butunlikka aylanadi. Biz lava garmatlarga eng oliy huquq munosib.
agar sizlar shunday huquq ega bo'lsanglar ular nima qiladi sana kerak narsaning birasini diyormi ta'minlayolmay boqqanlar Men boshqalarni bo'zak qilishga bek omraqa. O'zimizning turmush usuli bor. Biz uni hurmatlaymiz. Lekin sizlar qariqlar qo'g'lishyapsizlar. Shay elab barliq kelishdan burun bu yer o't dengiz edi. U yana shunday asliga qaytadi. Sizlar menga sal qarabsizlar. Bo'lmasa sabab bilan ko'z qarashingni deb baqa. O sening vasiyatnomang bo'lib qoladi. bo'ladi tosh zambirak qo'shuvchi birlikda jang qiling Oldu. Oldu. Qildinglar. Yorma hukmronlari. Düşmanning ba'zida chekinishi bir paraz xolos. Biz chekinishimiz kerak, og'aynilar. Ularni ensiq turib, biz kuchlanganda ondan jang qilaylik. Sizlarni faqat ishkila tanlashinglar bor. Makrni tashlab, Oddiy oqko'l garmitlar uchun jang qilish. Yoki bo'lmasa, keng qitim ko'rishganimizda yana bir tutishaylik. Qarindoshlarım uchun to'hfa yaratding, donishmand. Bu toshmog'i mansub bo'ldi. Danishmanni qo'yib, sana natki geurmo teshgan. Donishmand degan ko'p. Bu sizlar qo'lqa turadigan ish emas. Men o'zimning olmoqchi bo'lgan narsamni oldim. Agar u kerak bo'lsa, ketinglar. To'g'ri dedim. U menga hech nima qilmagan. Uni sizlarga qilgan ishlarga ishongim kelmaydi. Sizlar qabul qilsizlar, biroq har kim o'zining sevgisiga ega bo'lsin. Shamshir. Urush oxirlashdi. Sizlarning vaqtinglar qolmadi. Nima qilyapsan? Voy kalvalar, ko'rishmadingmi? Men yangdim. O'z ixtiyorimizga o'zgarish xilof bo'ldi-ku. Bu qanday mumkin bo'lsa? Men texi menga Yermoning kuchi lozim deb yurib ekanman. Lekin keyinchi bayqisam, haqiqiy kerak qiladiganim sizlar ishlatmagan kuchgan emasmi? Qaranglar. Ularni o'ldirdingizmi, makr janoblari? Yo'q, men Magsasning qisoskori. Sen Magsasga aylanolmaysan. Sen faqat bir odam. Senda o'rtaq kuch yo'q. Men azaldan yolg'iz jang qilmagan. Xo'jayin, bu siz. Men tahdid qilmadim, Ongo. Men buyruq qilyapman. Kuchini chiqar. Men xato his qilib kelyotgandim yoki ular rostli qo'rqib ketdimi? Ular birdan bir qo'rqishga haqli odam emas. Sages there with much wisdom to share. Every Lord, young and just, knows that to win they must work together.